Sahar soat 6:30da turib telefonimga qarasam, klientim yozgan ekan. Boshqa kun kela olasizmi? Biz bugun boshqa joyga ketayotgan edik deb. Shu gapni eshitdim-u, erinchoqligim chiqib qoldi. To'g'risi, o'zi bir kun oldin plan qilib yotgan edim. Ertalab shu klientimning uyiga boraman. Obeddan keyin tirnoqlarimni obnovit qildirgani boraman deb plan qilib yotgan edim. Planni ham beliga tepdi. Shu bilan uxlab qoldim. Soat 11da turdim. 11da turib magazinga tushib, o'zim umuman uyda ovqat qilmasdim har kuni. Lekin nimagadir bugun ovqat qilgim keldi. Senim o'zi har safar aytar edi, tushunqa qilib ber deb. Bugun bo'shab keldimda tushunqa qildim. Bilmadim tushunqani kim qanaqa qiladi. Men ozgina piyoz soldim, sochliroq bo'lsin deb. Даже kiyimlarimni ham, magazinga chiqqan kiyimlarimni ham almashtirishga erindim, to'g'risi. Shu kiyimlarim bilan sirazi ovqat qilishga tushdim. Hatto bir erinsam yomon erinaman. Men ozgina go'shtga shunaqa yog' solaman, sar yog' soldim, chunki go'sht yog'siz edi. Go'shtni bir qaynatib oldim. Qaynatib olib, yuvib, keyin boshqatdan qo'ydim gazga. To'g'risi, uyda unchalik video ola olmayman, noqulay. Shtatifim ham ishxonada qolib ketgan ekan. Xullas, tushunkaga gap yo'q.